Instagramda eng yomon ko'rgan yo'nalishimdagi kontentni ko'rsataymi sizlarga? Bugun men sizlarga haqiqiy ba'abiyman. Demak, o'rtoqlar, men sizlarga litiy va ishtonim ko'rinib qopti. Litiy diskolarni ko'rsatmoqchiman. Zavodskoy, seksualni xuddi menga o'xshab. Mashinani ko'rsatyaptimi, oyog'ini ko'rsatyaptimi, ko'tini orasida chiqqan junini ko'rsatmoqchi bo'lyaptimi, qo'ypaymi. Operativni, yana naigranniy golosda ovozini o'zgartirib, deb seksual ovoz qilishga harakat qilib gapiradi. Ko'ylaman edi. Demak, o'rtoqlar, bu mashina emas, bu zver. Oyog'imni qo'yaman, mana oyog'im shunaqa o'zini komfortni his qilyapti. Bu mashinani ichida bu yerda asosiy reklamni xod seksualni joylarini ko'rsatib, seksualni ovozlar chiqarish kerak. E'tiborni jalb qilish uchun. Voy, tizzam ko'rinib qopti, ahamiyat bermaysizlar, kecha tizzamni shilib yuborishdi-da. Shunaqa qizlarga meni betimga o'siring deb kommentariy yozadiganlar menga hate yozishni boshlashadi. Kimlargadir kulgili bo'lishi mumkin video, lekin bu realniy odamlar uchun kapet protivna.